Ayollarga ta'zir ko'rsatib qo'l ko'targan, yoshlarga qo'l ko'targan endi O'zbekistonda yo ko'chib ketadi, yo majbur bo'ladi qonun asosida yashashga. Agar o'qigan bo'lsalaring, umrbod deb yozib qo'ydim. Prezident Shavkat Mirziyoyev ayollar va bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilishga doir yangi farmonga izoh berdi. Davlat rahbari bu haqda 8-mart bayrami arafasidagi tantanali tadbirda aytib o'tdi. Farmonni o'qigan odam tushunadi, bu juda katta ong o'zgarayotgan farmon. Adolat paydo bo'layotgan farmon. Ayollarga ta'zir ko'rsatib qo'l ko'targan, yoshlarga qo'l ko'targan endi O'zbekistonda yo ko'chib ketadi, yo majbur bo'ladi qonun asosida yashashga. Agar o'qigan bo'lsalaring, umrbod deb yozib qo'ydim. Hamma yuristlar qarshi bo'ldi, lekin men o'zbek millatida bu bo'lishi mumkin emas dedim. O'zbek mamlakatida, yangi O'zbekistonda ko'p millatli xalqimizga yarashmaydi deb shuni yozib qo'ydim. Shuning uchun qat'iy tizim asosida kurash olib boramiz. Eslatib o'tamiz, farmonga asosan pedofiliya jinoyatini takroran sodir etgan shaxslarni umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazo kutadi. Yangi sanksiya tegishli qonunlar qabul qilinib, imzolanganidan keyin kuchga kiradi.